Loyiha Toshkent viloyati Mikrokreditbank G'azonkent Bixo Xo'ja mahalla fuqarolik yig'inida joylashgan 60, 100, 101 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Ushbu kontur yer maydoniga no'xat mahsuloti ekilgan. Ushbu yer maydonimiz 10 gektar besuyuqlikni tashkil etadi. Maydonda ekinimiz zamonaviy usullarda parvarish qilinmoqda. Hozirda no'xat mahsulotimiz rivojlanish jarayonida. Ushbu ekinimiz yetishtirish 110 kun davom etadi. Bu jarayonda ekin sug'oriladi va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 32 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirildi. Har bir dehqon uchun o'rtacha 32 sotik yer maydonini to'g'ri keladi. Ushbu loyiha samarali amalga oshishi uchun lider tadbirkor, Bo'stonliq elga xizmat MChJ hamda Samandar ekin-tekin korporativ ishlab chiqarish biriktirilgan. Bu loyiha bo'yicha har bir gektardan 2 tonna 300 kilogramdan ortiq hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kattalashtirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish ko'zda tutilgan.